Bayitlar vizif qilibdilar. Endi Mahmud Murodov Edilga javob qaytardi. hozir ular tushundi qanaqa o'zbek xalqini. Edil esa yana bir bor video murojaat qildi va Mahmud Murodovga yuzlandi. Seni UFC'den kovup çıkkandan hiçbir yerde kontrağın yok. Oşondan men seni UFC'de kutum. Mahmud Murodov esa bu gap so'zlar oddiygina quruq gap ekanligini va shu uchun va aktiv uchun qilayotganligini ta'kidladi. Kuchi hype qilibdi. Men уже aytdim, bizga farqi yo'q. Любой joyda, любой payt. Qo'shimcha qildiki, o'zbek auditoriyasi qanchalik kuchli ekanligini ular sezib qoldi deb ta'kidladi. Eng qizig'i, Odilxon Kamolov ham ushbu voqea yuzasidan video murojaat qilib chiqdi va qora haqiqatni barchaga oshkor qildi. Har qanday mashhur videoni ko'rsanglar, o'zbek kommentariyasiga to'la. Shunday ekan, bu navbatdagi PR, navbatdagi shou. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Qaytgancha kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Barchaga rahmat. Seni UFC'den kovup çıkkandan hiçbir yerde kontrağın yok. Oşondan men seni UFC'de kutum. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men Mahmud Muratovga javob qaytarып koyun dedim. Birinchi videongdu gördüm. Yaxshi эле жооп булдуң эле, спортивный интерес деп. Экинчи ответимде окшошпай калды. Мен бир кичине томастерде сүйлөп койчумун. Мен сен жөнүндө эч нерсе дей элекмин. Өзбекстан баары эле билет сен кандай болгонумду. Так что ал тема өтпөй эле калду. Сени UFC'den коvuп чыккандан эч бир жерде контрагың жок. Ошондуктан мен сени UFC'де күтөм. Шок Хасан тургандай бир уруп коеюн сени. Шок Хасандын ответин окудум. Непонятный. Түшүнгөн жокмун деп ответ кылган. Так что Шок Хасан мага уже не интересный. Сен так что сүйлөбөй эле койсоң болот Шок Хасан. Негизи бул жерде Жасур Атамбек менен токтолот деп башталды эле. Алар оюндан чыгып кетишти окшойт. Көрүнбөй калышты. Газыны басыңдар, ey! Bu kim nima gapiryapti-yu? Bayitlar vizif qilibdilar. Endi hozir ular tushundi qanaqa o'zbek xalqini kuchi hype qilibdi. Men уже aytdim, bizga farqi yo'q. Любой joyda, любой payt urushamiz. O'rtoqlar, nimaga bu rasmni qo'yib oldi? Odil ham chaqirib tashlamoqchimi deb o'ylayotganlar ham bor. Sizlarga qisqacha qilib tushuntiraman. O'rtoqlar, sodda bo'lmanglar. Bu navbatdagi shou, ya'ni qisqa qilib tushuntiraman. UFC'da ham, AC, umuman har qanday ligada aktivga qarab, shouga qarab, PRga qarab gonorar to'lanadi. Edilni maqsadi katta ehtimol bilan o'sha AC o'zini ligasida yaxshiroq gonorarga urishish. Bu degani nima deydi, aktiv qanchalik kuchli bo'ladigan bo'lsa, bizi o'zbeklarda aktivini butun dunyo tan olgan. Oddiy misol, Husanov orqali Manchester Cityni mediasi qanchalik oshganligini misol keltirish mumkin. Har qanday mashhur videoni ko'rsanglar, o'zbek kommentariyasiga to'la. Shunday ekan, bu navbatdagi PR, navbatdagi shou. Sodda bo'lmanglar, har xil provokatsiyalarga qo'shilmanglar. Oddiy misol, o'zbek bayistlari ham hammasi video qilyapti, har qanday gaplarni gapiryapti. Edil bu shou marketingini yaxshi uddaladi. Shunday ekan, bu hech qanday provokatsiya yoki qanaqadir o'zini ko'rsatish emas. Bu chiroyli marketing, chiroyli shou ketyapti. Shunday ekan, prosta kinolarda keyingi qismlarini tomosha qilish kerak. Shunaqa gaplar.